Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Facebook'taki dünyanın her qaysı joylaridagi qarindoshlarım, hammalarınki mushu vaqti ve bundan keyingi vaqti xayrli olsun. Ben Abdulaziz Beştoğrak, İstanbul'dan sizlarga salom beryapman. Tünigen o'sha İmamlar ve Sultanlar degan kitobni birlikda o'qishni boshlagan to'q, qadrli qarindoshlar. Tüngen 30. betkiç o'qitganmiz. Bugun 30. betdan tatip davom qilib baqili. İnşallah 37. bette tugutimiz, qadrli qarindoshlar. Kirish sözünü okuduk. Birinci bab İmamlar ve Sultanlardan Saltanatning qisqacha tarixi degan mazmunda o'rganib o'tdik. Yani bunun da şu nebevi yol, dini yetekçilikning dunyoviy yetekçilikning ayrilishi ve iptidai ilmanizmni o'rgandik. Endi siyosiy yetekçilikning dini rehberlikka yetekçilik qilishi, ayrılıp çıkan siyasi yetekçilik ve simovullashgan xalifelik, Babi Humayun'dan ötüp mecliste gayip bolgan xalifelik degan mazmunni birlikte o'rganamiz. Hozir bu ma ekrandagi xatlarni uchirasam bo'g'idek sal mening ko'rinishiga ta'sir etadi ekan. Bundaqla tursin. Miyaga ikki deb miyaga belgini miyaga qo'yib qo'yinglar, qadrli qarindoshlar. İkinci ders keldi ma'lum bo'lsin. 30. bet siyasi yetekçilikning dini rehberlikka yetekçilik qilishi degan mazmun. Dinden uzaklaştırılgan siyasi yetekçilik oqibatda tabiiyatining taqozosi bilan saltanatga aylanib ketadi. Darvaqa shundoq bo'ldi. Dastlabki mezgildagilar diniy yetakchilikni qabul qilishga majbur edi. Ammo keyingi mezgillarda o'z o'rnini mustahkamlab olgandan keyin diniy yetakchilikka qarata har xil uslubda jang e'lon qildi. Uni besiqtirish uchun har xil choralarni tepib chiqdi. Yig'inchoqlaganda bular mundaq 3 turlik edi. Birinchi, hakimiyet o'zi yaxshi foydalanmagan yoki foydasi va ta'siri yo'q organlarining bir qismini diniy rahbarlikka berish edi. Ular dinni mana bu tadbir bilan hakimiyeti ostiga ola oladi. Hakimiyetini mustahkamlaydi va bir tosh bilan bir qancha qushni so'qatdi. Bu sababdan dinga vakillik qiladigan ulamolarning kelishish uchun taklif qilishdi. İkinci, setib bilish uslubi. Dinga vakillik qilguvchilarni mansab va unvon berish va'dasi bilan setib olmoqchi bo'ldi. Dunyolik narsalar bilan ulamolarning ko'zini qarg'u qilishga tirishdi va buning uchun har xil shar'iy dalillarni topdi. Ulamolardan ba'zilari qabul qildi, ba'zilari rad qildi. Dinni ozgina pulga sotmaganlar xorlandi, o'ldirildi. Ba'zilar qabul qilishga majburlandi. Bularning ichida xayrli xizmat qilganlar bo'lgandek ilmini setib, jinini baqqanlar bo chiqdi. Uchinchi, diktator kuchini ishiltish edi. Ular bo'yin egmagan ulamolarga zulm qildi, qiyin qistoqqa oldi. Har xil besimlar orqali ularning og'zini tuvoqlashga yoki ko'zdan yo'qotishga tirishdi. Ahir bu uslub bilan g'alaba qildi. Ba'zi diniy yetakchilar bu uslub bilan jimg'irtilgandan keyin maydonda saltanatga tayangan siyosiy yetakchilikdan boshqa narsa qolmadi. 32. bet ayrılıp çıkan siyasi yetekçilik ve simovullashgan xalifelik. Siyasi yetekçilik mu şundaq şekilde davamlaşmadı.
Abbasilar kuchini yo'qotib qo'yish bilan tang uning diniy yetakchilik qilgan etkenlerini emdi sultanlar ve emirlerimi onunla qilishga başlap siyasi yetakchilik kuchini qo'lidan tortib oldi. Qo'shtirnoq ichida xalifelik deb atib olgan qurilmaning qanotlaridagi eng oxirgi paylarini yulib, onu g'alati bir qushga aylantirib qo'yishdi. Shunda qilib, qo'shtirnoq ichida xalifelik muassasasining xutbalarida ismini tilga olib qo'yish, to'n kiyish va pullarning yuziga ismini yezib qo'yishdan boshqa bir qimmati qolmagan edi. Saltanat bilan ilmoniylarning necha asrlik hamkorligi nabaviy hokimiyatni oqibatda Sharqiy Rim tuzumiga aylantirib qo'ygan edi. Endi din dunyoga emas, dunyo dinga hukmronlik qilyotdi. Saltanat hokim, din mahkum bo'lgan edi. Bu davrda nabaviy hokimiyatning davomi bo'lgan qo'shtirnoq ichidagi xalifelik ismi har xil sharmandachilik patqiga paturilib bo'lgan edi. Har xil zulm, keyif sapa, axloqsizliklar bu ismning ostida ijro qilinadigan bo'ldi. Hukmronlik haqlari sultonlar tarafidan tortib olingan xalifalar ishni keyif sapaga aylantirib o'tgan bo'lib, xalifaning saroylarida ming bir kechalar o'tkazilyotdi. Qanot quyruqi qirqib etilgan xalifelik muassasasi 9-asrdan keyin ta'sir kuchini yo'qotib, butunlay simovullikqa aylanib qoldi. O mavjudligini saqlab qolish uchun bir yulanchukka muhtoj holga tushib qolgan bo'lib, bu mansab kunimizdagi İngiliz ayol podshohidan battar iqtidorsiz xalifalarning ilkiga tashlab qo'yilgan edi. Xalifa kim bakrak zo'ravon, kim bakrak zolim bo'lsa, kimning kuchi cho'ng bo'lsa, shu tarafga o'tib, uning saltanati uchun peshtoq bo'ladi. Mundaq bir xalifalikning mavjud bo'lishi yo'q bo'lishidan texmo ziyonli bir holatga aylangan bo'lib, musulmonlarning islomning nabaviy xalifalik qo'shtirnoq ichida muassasasiga bo'lgan ishonchiga daz ketgan edi. Shuning bilan yangi vaziyatga uyg'un siyosiy nazariyalar o'tirib qo'yilib, bir turkum ilm o'qituvchilarimi xalifalikni aslidagi nabaviy holatiga qaytarishga yetakchilik qilishning o'rniga mavjud tushunchalarga mos qalpoq tepishning halakchiligiga kirishgan edi. Ulamolarning bir qismi mavjud vaziyatga yeshil chiroq yiqib bermagan taqdirdami bu vaziyatga kuzatuvchi sifatida qaraydi. Nufuzini suiiste'mol qilib mavjud hokimiyatdan islom nomida bir narsalar undirib olish qo'ydi bo'ladi. Hukmronlarning g'ayri islomiy, axloqsiz, hatto insoniy bo'lmagan muomalalarga islom nomidan keladigan manfaat uchun ko'zlarini yumatdi. Shundaqdimi her vaqtdagi o'xshash manfaat uchun ko'zlarini her vaqtdagi o'xshash Rasulullohning varislarimi jinini olqiniga elib bularga qarshi kurash qiladi va badalini qiyin qistoqqa elinish, zindon va o'lim bilan o'taydi. 33-bet tugudi qadrli qarindoshlar. Hamda 34-betdan Babi Humayindan o'tib mecliste g'oyib bo'lgan xalifelik degan mazmunni birlikda o'qiymiz. Xalifelik Osmanlı devletining soyasida yo'qotib qo'ygan dunyoviy nufuziga qaytadan ega bo'lgan edi. Lekin asri saodatdagi diniy kuchiga, ya'ni haqiqiy mohiyatiga loyiq nufuziga ega bo'lolmadi. Osmanlı xalifelikni Amaviylar ve Abbasilarning dastlabki yarim asrdagi holatiga qaytargan edi. Bu ahvolni xalifelik nuqtasidan bir yangilik deb qarashga bo'ladi. Xalifelik muassasasi kuchi yo'q Vatikan bo'lishdek bir vaziyatdan qutulib, dunyoviy nufuziga ega bo'lgan. Hijriy 10-asrning o'rtalarida asabiyatchilik, yani qavm ustunlik tushunchasini bir tarafga qayirib qo'yib mulohaza qilgan vaqtimizda haqiqatan shundoq bo'lganmidi?
Osmanlı devleti bilen halifelik güçlendimi yoki kuch o'ziga yangi bir uylanchuk topdimi? Osmanlı'nın halifelikni ilkiga o'tkazib bilishi bilan kimning foyda olganligi so'ralsa, buningdan halifelik muassasasi foyda oldi deyish mumkin. Osmanlı fuqarosi bo'lgan musulmonlarning buningdan qanday foyda olganligi mulohaza qilinishi kerak. Ya'ni halifelik muassasasi qaysi qonuniy, iqtisodiy va ijtimoiy yaraga malham bo'ldi. Osmanlı'nın musulmon fuqarolari bu muassasa orqali qaysi haq huquqlarga ega bo'ldi. Asli temamizni qaytib bu savollarımizga javob izlasak, halifelik Osman Bey ve Orhan Bey'nin saltanatdan yiroq holda jihad ve adalet barpo qilib idora qilgan Osmanlı davlatiga manfaat elib kelmedi. Hech kim Osmanlı ilkiga o'tkazib olgan halifelikni Resulullah ve Raşid halifelerden miras qolgan nebevi halifelik deb da'vo qilolmaydi. Çünkü ümmetning öz haq huquqiga vakillik qilish huquqini, ya'ni öz irodasini namoyanda qiladigan ahvol, ya'ni shura mavjud emas edi. Undaqda o nima edi? Albatta nebevi emas, sultani halifelik edi. Ya'ni naqis halifelik edi. Osmanlı ilkiga algan halifelikning tilga algıdak tarifi yok mu? Elbette bor. Yani muqaddas amonatlar. Osmanlı ümmetga bir yaxshilik qildi. Necha asrdan buyon ümmetning qon taridan parazit qurutdak farog'at ishida yashagan bir oilani ümmetning yelkisidan elvatgan edi. Lekin ulamo halifelikning necha asrlik hashamati ve saltanatiga varislik qildi. Shundaqdimi? Emevi ve Abbasilar sarayları bilen Osmanlı sarayları yanıla bir-biridan farqlanadi. Osmanlı'nın halifelik tarihi aldınqılarga qaraganda bir qadar insani ve İslami bulup zulüm ve keyif sapa noktasidan bo'lsa-mu farqlanib turadi. Halifelikning Osmanlı İslam devletiga elib kelgan foydasi ve ziynini temkinlik bilen mulohiza qilish kerak. Bu meselege nebevi hakimiyet noktasını nazar salmay, qo'shtirnoq ichida isil millat, qo'shtirnoq ichida shonliq tarix qatorliq bir taraflama tushuncha bilan nazar tashlaganda albatta degudek gap qolmaydi. Bundaq bo'lganda Resulullah'tan aygan madihiyalarni Arab irqini yuqori ko'targanlik uchun Emevilerge seyhilik bilen yağdurgan qo'shtirnoq ichidagi Arab musulman sepsetçileri kılgan saltanat davasının o'xshini bizmi qila olamiz. Halife unvoni zurriyet sebebinden eserimizga ishitilib kelindi. Ammo oxirgi halifelik davlati yıkılgandan keyin yer yüzüde şeklide bo'lsa-mu İslamga vakillik qiladigan bir kuch qolmadi. Osmanlı'dan keyin shakllangan üst qurilmada sultani halifelikning saltanat qismi halifelikdan ayirib tashlanib, hokim kuchlar tarafidan bo'lishildi. Demasmi, saltanatga xili burunlar meşruiyet bilan, ya'ni 1908 yili birlikda meşruiyet bilan birlikda bir shirik, ya'ni meclis qo'shilgan edi. Saltanat huquqlarining bir qismini meclisga o'tkazib bergan halifelik yangi shirik bilan birlikda qo'lida qolgan qismidanmi ayrilib qolgan edi. Chunki saltanatning yangi egalari o'ziga boshqalarning shirik bo'lishini xohlamaydi. Saltanat butunlay meclisga o'tib ketgandan keyin xalifa sultonim sultonligidan ayrilib fakat halifeliki qalgan edi. Xalifa sultonim sultonligidan ayrilib fakat halifeliki qalgan edi. Ya'ni halifelik Osmanlı'nın burunqi holatiga qaytayotgan edi. Bu vaziyatning tabiiy natijasida halifelik tarix betlariga ko'mildi. Hindistonda Iqbal, Misrda Taha Hüseyinga o'xshash ba'zi zotlar saltanatga o'xshash xilofatning
meclisga o'tganligini yaqilgan edi. Keyingi mezgilda Iqbal bu qarashida xatolashganligini alam bilan e'tirof qilgan edi. Agar dastlabki majlis mansublaridan Said Beyning aytganlari to'g'ri bo'lsa, endi sultan xalifa bir kishi emas, bir qancha 100 kishi edi. Bu qarashni to'g'ri deb qarasak, xalifaligimizning hozirmi davomlashayotganligiga ishonsak bo'ladi. Ba'zilarning Turkiya Cumhuriyatini boshlamchi qilib ko'rsatishning faqat bir orzu emas, balki bir reallikni aks ettirayotganligini o'rganib olaymiz. Saltanatga kelsak, u asri saodat va xulafoi Rashidin davridan boshqa ba'zi davrlar nazarga ilinmaganda hech o tarix bo'yicha qo'ldan qo'lga o'tib keldi. Saltanat bugun klassik uslubning o'rniga zamonaviy uslubda davomlashyapti. Aslida islomdan boshqa har qanday bir idora tuzum saltanatlarga xotimi bergudek kuchga ega emas. Saltanatni qonun shamsiyasi ostidagi bir imtiyoz deb qaragan vaqtimizda bugun saltanat bo'lmagan hech qanday bir hakimiyet yok. Bugünkü özgürlük yasagan Marksizmda sinif saltanati, militarizmda asker saltanat, demokratiyada meclis ve yuşurun şerikler saltanati, kapitalizmda pul saltanati hüküm sürmekte. Çünkü yukarıda tilg'ilingan tüzümlerinin hemmisi de kanunun mutlak üstünlüğü deydigan bir nersi yok. Bu kanunlarını belgili kişiler tüzüp çıkıdı ve bu tüzümlerde belgili kişiler kanundan üstün turudu. İhtiyaç düşkende halbudun yasagan ilahlarını yiyen cahaliyet müşriklerine okşaş, ulama aç kalganda artıkçılığı fakat mezlumlarının hakkı boğan kanunlarını defsendi kılıdı ve kayıtıdan yeni kanun tüzüp çıkıdı. Devirler halkıgan kanunşunas boğan Ebu Hanife'nin hayatını tanıştırganda elbette onun pozisiyasını texim yaxşı düşünüp yetişimizge yardımı bulduğun nübüvvetten saltanatki ötüş ceryanını pişik bilişimiz gerek. İmam Ebu Hanife'nin barlık küreşlerinin ulu da kanunun üstünlükini berpa kılış gayesinin yatkallığı nihayet inik. Saltanat tarihini yaxşı bilmeyi turup ötmüş ve bugün hakkında toğra ve sağlam baha bergili bulmaydı. Kadirli kardeşler, neçe minut boptu? 18 minut boptu. Yine bir mezmun bokken Qaysi İslam devleti degen şunu bir okuvatılı. Qaysi İslam devleti 38. bet. İmam Ebu Hanife'nin hayatıdan İslami yetekçilikке ait bazı suallarımızga ve duş kelgen meselelerimizge cevap tapalayımız dep oylayman. Bugün İslami hareketlerde kuruluvatkan asaslık meselelerden biri yetekçilik meselesi. Bu meselenin hal kılış çaresi üçün aldı bile bilim ve tecrübe cuglanmasına hacetimiz düşüdü. İslami yetekçiliknin özüge has felsefesi oturuğu koyulmay turup mulayize ve muzakere kılınmasın elbette sağlam bir neticeye erişiş mümkün emas. Çünkü yetekçilik meselesi devlet meselesinden aldığınki orunda turdu. Müslümanlar bir böhranga duş kelgen ağır küllürde aldıda yetekçilik kılıp mangallardan bazılarını özlerine İslam tarihinin en musibetlik devirlerinden örnek tallap ilişi bu sahada etraflık bilim ilgilerinin kemçil işkellikini körüstüp vermekte. Esri saadet ve hulafai raşidinlarını bek gaybi örnek hesaplap özlerine şanlık tarihinin saltanat şecerisinden yetekçi ve örnekle tallavatkallar üçün İmam Azam Ebu Hanife yaxşı yol körsetküçü ve agahlandırgıcı buluşu mümkün. İmamның hayatı bedeliga qarşı çıkan modelinin en tutuk nuskularını İslam, tarih, devlet dep esil bilişinin ve oltusu kopsa
onun xiyalını qilishni davlat engiga ega bo'lganlik deb bilib, buni bir o'zguchilik deb namoyon qilishning naqadar xato ekanligini to'nib yetadigan vaqtimiz yetib keldi. Darvaqa bugun Qo'shtirnoq ichida islom davlat hukumining nurg'unlagan musulmonlar zihnida tiklangan obrazi aslida islom bilan butunlay zid bo'lgan saltanat davlatining obrazidir. Asr Saadat ve Raşid xalifelerinin davridagi qonunning ustunligini asos qilgan adolat ve kengashga, ya'ni shuraga tayangan nabaviy hokimiyat yetakchiligining o'rniga kayif safa ve istibdodga tayangan saltanatlardan islomiy shaklda idora qilish nishoniga yetish uchun yetakchilik qilishni talab qilish bugun xuddi 40 g'irishmi 40 qurmi tepishmaqada bo'g'ilishdan boshqa narsa emas. Bu ahvolda nabaviy xalifelik ve sultani xalifelik tarixini bilish to'liq zarur. 39. betda tugatdik qadrli qarindoshlar. Hamda saltanatning tarixi arqi ko'rinishi deganni erta birlikda o'rganib o'tamiz inshaalloh. Bugun mushagich o'rganimiz qadrli qarindoshlar. Allah'ın özge amanet bulanlar. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.